Yo'tal dunyoda eng keng tarqalgan muammolardan biri hisoblanadi. Uzoq davom etgan yo'tal ko'p sarf-xarajat, bolaga va ota-onalarga noqulayliklar tug'diradi. Yo'tal nafas yo'llari, o'tkir va surunkali, infeksion, allergik, nasliy va tug'ma kasalliklarni asosiy belgisi. Shifokorga murojaatlarni eng ko'p sabablardan biri hisoblanadi. 80% surunkali yo'tal bilan kasallangan bemorlar tashxis qo'yilib va effektiv davo olgunga qadar shifokorga 5 martagacha murojaat qiladi. Yo'tal, ayniqsa surunkali yo'tal bemorlar hayoti sifatini pasayishiga, uyqu buzilishiga, jismoniy va intellektual aktivligini pasayishiga olib keladi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan vrach-pediatr Inom Bahodir Nimatjonovich. Nafas yo'llarining vazifasi: nafas olganda qonga kislorod olib borish, undan nafas chiqarganda karbonat angidridni tashqariga chiqarishdan iborat. Nafas yo'llari yuqori va pastkiga bo'linadi. Yuqori nafas yo'llari burun bo'shlig'i va halqum. Pastki nafas yo'llari hiqildoq, traxeya va bronxlar. Burun bo'shlig'i orqali kirgan havo yuqori nafas yo'llari orqali pastki nafas yo'llaridan o'tib, o'pka to'qimasiga boradi. Nafas olish og'iz orqali ham bo'lishi mumkin, lekin fiziologik jarayon bo'lmaganligi sababli og'iz bilan nafas olgan bolalarda tez-tez shamollash kuzatilib turadi. Hiqildoq va traxeya shilliq qavatlari bolalarda qon tomirga boyligi sababli yallig'lanish jarayonida tezda shish va torrayish paydo bo'ladi. Shuning uchun kichik yoshdagi bolalarda laringit va laringotrexit tezda uchrab turadi. Yuqori va pastki nafas yo'llari havoni namlash, isitish, tozalash vazifalarini bajarsa, o'pka to'qimasi gaz almashinuvida ishtirok etadi. Yo'tal qanday paydo bo'ladi? Yo'tal bu organizmning himoya mexanizmi bo'lib, traxeya va bronxlarni tashqaridan tushgan yot jismlar, changlardan, organizmda hosil bo'lgan bronxial suyuqlik, shilliq, yiring qondan tozalash vazifasini bajaradi. Yo'talni qo'zg'atuvchi retseptorlar qayerda joylashgan? Og'iz bo'shlig'ida, burun yondosh bo'shliqlarida, hiqildoqda, ovoz bo'ylamlarida, halqumda, tashqi quloqda, yevstaxiy nayida, traxeyada, bronxlarda, perikardda, diafragmada, qizilo'ngachning pastki qismida va oshqozonda joylashgan. Mayda bronxlar va o'pka to'qimasida yo'tal qo'zg'atuvchi retseptorlar bo'lmaydi. Shuning uchun agarda pnevmoniyada bronxlarda yallig'lanish qo'shilmasa, yo'talish kuzatilmaydi. Yo'tal retseptorlarining asosiy qo'zg'atuvchi omillariga sovuq va quruq havo, tamaki tutuni, o'tkir hidlar, balg'am, burun shillig'i, mikroorganizmlar, yot jism, gastroezofageal reflux kasalligi, ayrim dori vositalari kiradi. Nafas yo'llari shillig'i 90% suvdan iborat bo'ladi. Shuning uchun suv muvozanatini ushlab turish qilpillovchi epiteliy hujayralari balg'amni vaqtida ko'chirib turishga va to'planmaslikka sabab bo'ladi. Infeksion, allergik va boshqa kasalliklarda balg'am quyuq bo'lib qoladi. Bolalarda yo'talning eng ko'p sabablaridan biri respirator infeksiyalar hisoblanadi. Bulardan viruslar yuqori nafas yo'llari kasalliklarini 95% tashkil qiladi. Hozirgi kunda 200 dan ortiq o'tkir respirator virus infeksiyalar aniqlangan. O'tkir respirator infeksiyalarda ayrim vaziyatlarda ham yuqori nafas yo'llari, ham pastki nafas yo'llari zararlanishi kuzatiladi. Bolalarda surunkali bronxit, bronxlar surunkali yallig'lanishi hisoblanadi. Nam yo'tal turli nam xirillashlar va bir yilda 2-3 marotaba qaytalanishi bilan xarakterlanadi. Bu holatda mukolitik va balg'am ko'chiruvchi preparatlar ishlatish tavsiya qilinadi. Bronxial astma, surunkali allergik bronxlar yallig'lanishi kasalligi hisoblanadi. Bunda bronxlar obstruksiyasi, bronxlar devori shishi va bronxlar bo'shlig'ida shilliq to'planishi kuzatiladi. Respirator infeksiyalar, ayniqsa viruslar bronxial astmani rivojlanishiga turtki bo'ladi. Oxirgi vaqtlarda bronxial astmani paydo bo'lishida mikoplazma pnevmoniya, xlamidiya pnevmoniya va xlamidiya traxomatisida o'rni aniqlangan. Yo'talni baholash: kichik yoshdagi bolalarda yo'talni quruq yoki namligini aniqlash qiyin, chunki ular balg'amni ko'proq yutadilar va vaqti bilan qusib tashlashlari mumkin. Yo'tal davomiyligi bo'yicha o'tkir yo'talga o'tkir boshlanib 3-4 haftagacha davom etishi. O'tkir yo'talning asosiy sabablariga rinitlar, sinusitlar, adenoiditlar, faringitlar, tanzilitlar, laringit, traxeit, oddiy bronxit, obstruktiv bronxit, bronxialit va pnevmoniyalar kiradi. Cho'ziluvchi yo'tal 4-8 hafta davom etadi. Bolalarda bu yo'talning asosiy sababchisi birinchisi shilliqni burun halqum orqa devoriga to'planish sindromi. O'tkir va surunkali rinitlar, rinosinusit burun poliplarida kuzatiladi. Kichik yoshdagi bolalarda bu sindromni ko'proq uy havosi qurib ketishi natijasida shilliq
quyuq bo'lib qolib, orqa devorda to'planishi sabab bo'ladi. Ikkinchisi ko'k yo'tal infeksiyasi. Uchinchisi limfoid to'qimalarda joylashgan virusli infeksiyalar, adenovirus va paragripp. To'rtinchisi hujayra ichi mikroorganizmlari, mikoplazma pnevmoniya, xlamidия pnevmoniya kabi. Beshinchisi bolalarda infeksiya qarshi immunitet yetishmovchiligi, immunodefitsit holatlar. Surunkali yo'tal 8 haftadan uzoq davom etadi. Qo'shimcha chuqur tekshiruvlar o'tkazishga sabab bo'ladi. Surunkali yo'talga bronxial astma, gastroezofageal reflux kasalligi, psixogen yo'tal. Ko'krak yoshidagi bolalarda ko'p sulak ajralishi ham surunkali yo'talga sabab bo'lishi mumkin. Gijjalar, misol askariyda. Yo'tal davosi. Yo'tal qayerdaligiga, xarakteriga, davomiyligiga qarab dori vositalari beriladi. O'tkir kasallik boshida yo'tal ko'pincha quruq bo'ladi va bu holatda yo'tal to'xtatuvchi preparatlar qo'llaniladi. Nam yo'talda mukolittiklar va balg'am ko'chiruvchilar ishlatiladi. Yo'tal bilan kechuvchi kasalliklarda yo'talni sababini aniqlash tezroq natija berishiga yordam beradi. Agarda ma'lumotlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, obuna bo'ling va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Rahmat.